kepkaga uylanib olgan bolalar bo'ladi-yu, bilasizlarmi? Sochi normallik bo'lsa ham boshidan umuman kepkasini yechgisi kelmaydi-yu. Sochini chiroyli qilib oldiradi sartaroshxonaga. Oldirgandan keyin siras kepka kiyib oladi. Nima keragi bor unda oldirganda? Men oshdan bor, bitta oshdan umuman kepkasini yechmaydi. Bu kuruvda ham bu erkalatib qo'ziqorin deb qo'yamiz bu bolani. Uyu mayli. Haligi kis purishligi yomon-da uni. Oshdan qo'yib shunday o'tib kela olmay qolibmizmi? Bo'pti-yu, ketdi oshdan. U yerga boramiz, borganimizdan keyin biz kamida 2 kun yo 3 kun uyda bo'lmaymiz-da. U bola bilan shaharga tushsak, Andijonga boramiz. Andijonga borganimizdan keyin eng kamida biz yo Toshkentga borib kelishimiz kerak, yo bir Surxondaryoga chiqib kelishimiz kerak-da, to'g'risi. Oshda shunday pomidorga do'konga chiqib kelaylik. U pomidorni ham bir qo'shni respublikadan olib kelamiz-da, to'g'riga. Asli bola bilan umuman ishamay qo'yganman oxirgi payt. Kecha kuni ham oshda dedi, shunday qo'yga o'tib kelaylik, bir 5 minutda kelamiz dedi. Yo'q, men unga ishamayman. 5 minut emas-da, u 5 minut bo'lganda men u uydan chiqishi ham 5 minut emas, u bolani. Kamida bir 3 kunda qaytib kelamiz.